Agar bu yil o'qishga kira olmagan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Men sizlarga ayta olaman, nima bo'ladi va nima qilishni. Bizda hech narsa bo'lmaydi, hech kim o'lgani yo'q. Dunyo joyida, hamma joy tinchlik, Xudoga shukr. Shunga yig'lab, men shu ko'rgan yoshlarni o'qishga kira olmagani, xuddi dunyo tugadi, qiyomat boshlandi, nimadir bo'ldi. Hech narsa qilmaydi. 10 marta kira olmasdan kirganlar ham bor. Asosiy masala bu narsadan ranjimang, o'qish kerak. Keyin yana bir marta topshirib ko'rasiz. Va hozirgi kunda zamonaviy kasblarni o'rganing. AI bilan bog'liq, sun'iy intellekt bilan bog'liq, sotuvchilikni o'rganing, aniqroq sotuvi, qanaqadir o'zingiz skilllaringizni oshiring, soft skill, odamlar bilan muloqot qilish, networking qurish va hokazo, yoki biznes boshlab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin o'qish bilan ishni birdaniga olib ketish bu yaxshi idea. Men doim tavsiya qilaman studentlarga, o'qinglar ham ishlanglar deyman. Nimaga? Men 4 yil o'qigan bo'lsam, men 4 yil ishlaganman. Birinchi do'konimni ham, ayniqsa birinchi ikkita do'konim aniqrog'i universitetda o'qiganimda ochganman, 3-4 kurslarda. Shuning uchun universitetga kira olmadingizmi, yer to'xtab qolmaydi, hayot davom etyapti, harakatni boshlaylar. Nabarot, sal kechroq kirganingizda sizlarga qo'l urib berish mumkin. Asosiysi universitetga kiringlar, o'qinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, rivojlantiring. Paka-paka.